Komil Sindarov qimmatga tushgan xato yoxud qasoskor qalb isyoni. Prokuratura bo'lim boshlig'i bo'lib ishlayotgan o'z kasbining fidoyisi, bir oilaning mehribon otasi sirli ravishda yo'qoladi. Asar ushbu voqealar bilan boshlanadi. Uning kelgusi taqdiri qanday kechadi? Sirli ravishda yo'qolgan mas'ul xodimni izlashda gumon qilinayotgan shaxslarni aniqlash, tergov jarayoni, oilasi, qarindosh urug'larning chekkan jafolari, tahlikali o'tkazgan kunlar asarda o'ziga xos yo'nalishda hikoya qilinadi. Aziz kitobxon, asarda tasvirlangan qahramonlarning ruhiy holatlari, alamli kechinmalari, quvonch shodliklariga sherik bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz kitobxonlar, Zarbdor tuman axborot kutubxona markazi yozuvchi Komil Sindarovning qimmatga tushgan xato yoxud qasoskor qalb isyoni asarini o'qishingizni tavsiya etadi.